Bo'ldi. Xo'p, assalomu alaykum. Avvalambor o'quvchilar, mana boshladik trigonometriyani. Trigonometriya planometriyaning davomi. Faqat fazoviy shaklda. Endi biz fazoviy shakllarga o'tamiz. Xo'p, 17 ta mavzusi bor. Xudo xolasa bugun birinchisini o'tamiz. Bo'lak-bo'lak o'tib berishga harakat qilaman. Qarang, trigonometriyada 2 o'lchovli jismlar emas, 3 o'lchovli jismlar bilan tanishamiz. 3 o'lchovli degani x, y qanaqa qo'shiladi endi? Z qo'shiladi. Xo'p, trigonometriyada biz birinchi mavzusi fazo, to'g'ri chiziqlar va tekislik haqida gaplashamiz. Tekislik nima? Fazo nima? Tekislik, xo'p, mana tekislikning ko'rinishi. Qarasangiz, mana shu narsa tekislik deb nomlanadi. Xo'p, bu qanaqa tekislik? Qanaqasiga buni tekislik deb atayapsiz desangiz, mana kitobda oladigan bo'lsak, mana shu qarang, mana shunday. Menga ko'ringan holati mana bu ko'rinish doskada ko'rinyapti. Endi mana sizlarga ko'rinyapti shu kitobda bet. Tekislik deb nomlanar ekan. Endi buni qanaqa qilib tekislik deyishimiz mumkin? Mana qarang, kitobni shunday qo'ysak, mana shu kitob qo'ysak, mana bu qismi ham tekislik bo'lib qoladi. Mana shu ko'rinishi. Demak, ikkalasi bitta narsa. Bu ham tekislik, bu ham tekislik. Faqat bu yuzi, bu esa qanaqa ko'rinishi, sizlarga ko'rinishi. Bunday kelib qarasak, tekislik yuzi ko'rinadi. Yo masalan, mana shu shaklda qaraydigan bo'lsak, bu ham tekislik hisoblanadi. Tekislik ikkiga bo'linadi. Xo'p, asl ko'rinishini bilib oldik tekislikda. Endi xo'p, nima bilan tanishamiz, qarang. Sizga trigonometriya haqida ozgina ma'lumot beraman. Birinchisi, fazodan, A nuqtadan tekislikka xo'p, og'ma tushiramiz. Og'ma degan yangi ma'lumotni bilib olishimiz kerak. A nuqtadan tekislikka og'ma tushirdim va og'mani S deb nomlab qo'ydim. Yana A nuqtadan tekislikka nima tushirdim? Perpendikulyar tushirdim. Perpendikulyarni H bilan nomlab qo'ydim. Demak, S og'ma, mana yozib qo'ydim, S og'ma deb. H'imiz A nuqtadan tekislikkacha bo'lgan masofa. A nuqtadan tekislikkacha bo'lgan masofani H bilan belgilab qo'ydim. Proyeksiya. Proyeksiyamiz nima? Tekislikda og'ma, mana og'mani uchi va perpendikulyar. Demak, mana shu masofa proyeksiya deb nomlanar ekan. Proyeksiyasi. Demak, og'ma A nuqtadan tekislikkacha bo'lgan perpendikulyar va proyeksiyasi deb nomlanadi. Demak, buni eslab qolasiz. Qarang, qanaqa shakl bo'lib qoldi? To'g'ri burchakli, uchburchak bo'lib qoldi. To'g'ri burchak, uchburchak o'zini berdi. Bizga ikkita burchak bor. Xo'p, qanaqa burchak? Alfa burchak va beta burchak. Alfa bilan beta nima? Qanaqa burchaklar ekan? Alfa burchakni ko'ramiz. Og'ma va tekislik orasidagi burchak. Endi mana qarang, shu narsani og'ma va tekislik orasidagi burchaklarni ko'ramiz. Haqiqatan mana bu og'ma va tekislik orasidagi burchak. Og'ma bilan tekislik orasidagi burchak alfa burchak. Demak, bizga kitobga masalalarga shartiga og'ma tekislik bilan 30 gradus burchak hosil qildi desa, qayerda belgilashni bilib oling. Alfa burchak. Demak, keyingisi. Xo'p, B burchagimiz qanaqa ekan? Og'ma va balandlik orasidagi burchak. Og'ma bilan balandlik orasidagi burchak deb bersa, mana shu burchakni nomlab qo'yasiz. Og'ma bilan balandlik orasidagi burchak. Xo'p, bunda yana qanaqa bog'liqliklar bor? Oddiygina Pifagor teoremasi. To'g'ri burchakli uchburchakda. Endi og'mani gipotenuza deb olamiz. Bu proyeksiya bilan balandlikni katitlar deb olamiz. Katitlarning kvadratlarining yig'indisi nimaga teng bo'ladi keyin? Gipotenuzaga. Gipotenuza nima bu yerda hozir? Og'ma vazifasini bajaryapti. Mana shu qoidalar asosida hop misol ko'ramiz. Yana bitta sharti bor, buni ham eslab qolasiz. Qarang endi qanaqa. Bu savol qanaqa desangiz, bu ikkinchisi A nuqtadan, hozirgi A nuqtadan tekislikka ikkita og'ma tushiriladi. A og'ma va B og'ma. Ikkita og'ma tushirdim va ikkita og'ma tushirdim, bitta perpendikulyar tushirdim. Mana shakli, ko'rinishi, mana tekislikning o'zi. Bu M bilan N. Nimalar bu bizga bu? Proyeksiyalar. Proyeksiyalar desak bo'ladi. Og'malarimiz A bilan B. Perpendikulyar masofamizchi? H masofa. Qanaqa bog'liqlik qilsak bo'ladi? Qarang, qanaqa bog'liqlik qilsak bo'ladi. Xo'sh, bitta og'ma uchun Pifagor teoremasi birinchisi. Xo'p, A kvadrat mana gipotenuza bo'lib kelgan hozir bizga h kvadrat bilan
proyeksiyani kvadrati yoki katetning kvadratiga teng. Demak, h kvadrat, mana bu h kvadratimiz va to'g'riburchak uchburchakda bu. H kvadrat va m kvadrat og'ma a ning kvadratiga teng bo'ladi. Bitta bog'liqlik bu ham. Keyingisi yana h kvadrat, yana ikkinchi proyeksiya, n proyeksiya. H kvadrat bilan oddiy n proyeksiyani kvadrati nimani berar ekan bizga? Og'mani kvadratiga teng bo'lar ekan. Bu to'g'riburchak, uchburchakda. Uchinchisiga e'tibor berasiz. Bizga kerakli narsa bu. Xo'p, qarang, shunday xossa bor. Mana bu masofamiz to'g'riburchak, uchburchak uchun ham o'rinli, bu to'g'riburchak, uchburchak ham uchun o'rinli. Ikkalasiga ham bittada. Demak, nima qilsak bo'lar ekan? Yo bo'lmasa, mana buni sistema qilib keltirib chiqarib olsak ham bo'ladi. Bo'lmasa birdan bir ko'rinishda yozib qo'ydim. Qanday? A kvadratdan n proyeksiyani kvadratini ayirsam, a kvadratdan n proyeksiyani kvadratini ayirsam, b kvadratdan bu n proyeksiyani kvadratini ayirsam, ikkalasi bir-biriga teng kelib chiqar ekan. Mana shu bog'liqlikdan xohlagan ishimizni, xohlagan masofani topib olsak bo'ladi. Og'ma uzunligini so'raydimi yo proyeksiyani so'raydimi? 3 ta ma'lumotni bersa, 4-chisini topsak bo'ladi. Mana shu uchala bog'liqlikni ko'rasiz. Ana endi keyingisi. Bizga uchinchisiga nimani bilishimiz kerak? Uchinchisida xo'p, qanaqa savol berilgan? Xuddi shu ma'lumotlar bor. A nuqtadan tekislikka ikkita og'ma tushirilgan. A nuqtadan tekislikka ikkita og'ma tushirilgan. Xo'p, mn proyeksiyalar ham bor, h balandligi ham bor. Nima so'ralyapti? Bu nima? X. Qarang. Og'malar tekislikdagi tushirilgan og'malarning uchidagi masofa. Tekislikda mana bitta og'mani uchi va ikkinchi og'mani uchi va ikkita og'mani uchidagi masofa so'raladi. X masofa. Bizga uning uchun nimalar kerak bo'ladi? Kosinuslar teoremasidan foydalansak bo'ladi. Bitta og'ma bor. A og'ma mana uzunligi, keyingi og'ma B og'ma va uchburchak. Qarang, uchburchak hosil bo'lib qoldimi? Ana endi va og'malar orasidagi burchak kerak. Og'malar orasidagi burchakni bersa, topsak bo'ladi. Kosinuslar teoremasi bo'lsa, qanaqa bo'lardi? Bitta tomon uchburchak bir tomoni, uchburchak ikkinchi tomoni va ular orasidagi burchagi bo'lsa, uchinchi tomonni topsak bo'ladi. Demak, biz shunday hisob qilamiz. A nuqtadan tekislikka ikkita og'ma tushirildi. Og'malar uchidagi masofani so'ralsa, mana bunga qo'yar ekanmiz. Bu nima bu? Kosinuslar teoremasi. Demak, bizga kerak bo'ladigan narsa ikkita og'ma kerak, og'maning uzunligi kerak va og'malar orasidagi burchak kerak bo'lar ekan. Ana shundan foydalanib topsak bo'ladi. Endi savollarga o'tamiz, qarang. Xo'p, savollardan ko'radigan bo'lsak, xo'p, birinchi savoldan boshlab ketamiz. Birinchi savolni o'qiylik. Xo'sh, qani. Birinchi savolimiz. Xo'p, perpendikulyar bilan og'ma orasidagi burchak 60 gradus. Perpendikulyar bilan og'ma. Qarang mana. Xo'p, perpendikulyarimiz mana bu. Perpendikulyar tekislikka 90 gradus. Og'mamiz mana masofa. Orasidagi burchak qancha deb beryapti bizga? 60 gradus. Demak, bu yozganimiz perpendikulyar bilan og'ma orasidagi burchak 60 gradus. Yana nima bergan? Og'maning uzunligi 20. Mana og'maning uzunligi 20 berilgan. Xo'p, so'ralyapti og'maning perpendikulyar uzunligi. Yo'q, perpendikulyar uzunligi 20, og'ma uzunligi so'ralyapti. Xo'p, to'g'riburchak, uchburchak bo'lsa, bu burchagimiz qancha bo'ladi? 30 ligini bilamiz. Bu 30. Demak, to'g'riburchakli uchburchakda 30 gradus qarshisidagi tomon berilgan nechiga teng? 20 ga teng. Gipotenuza necha marta katta bo'ladi? 2 marta. Xo'p, x qiymati necha bo'lar ekan shunda? 40. Demak, 30 60 lik burchak desak bo'lar ekan. Qarang, yana qaytaraman. 60 ligidan buni 30 ligini bilib oldik. To'g'riburchakli uchburchak 30 gradus qarshisidagi katetdan gipotenuza 2 marta katta bo'ladi. 30 gradus qarshisidagi 20 bo'ladigan bo'lsa, demak, og'mamiz 40 ga teng deb kelsak bo'ladi. Bormi shunaqasi? Demak, 40 ga teng deb kelsak bo'ladi. Xo'p, tushunarli bo'ldimi? Keyingisiga o'tamiz. Xo'p, ikkinchisi o'xshaydi, uchinchisi. Bitta nuqtadan uchinchisiga, xo'p, bizga nima degan? Bitta nuqtadan tekislikka og'ma va perpendikulyar o'tkazildi.
Mana bitta nuqtani aniq tutib oldim. Aniq tutib oldim. Xo'p, aniq tutib oldim. Og'ma va perpendikulyar o'tkazildi. Mana og'mamiz va perpendikulyar o'tkazildi. Xo'p, perpendikulyarimiz berilgan. Keyin og'ma uzunligi 10 ga teng, perpendikulyar uzunligi 6 ga teng. Xo'p, so'ralgan narsa og'maning tekislikdagi proyeksiyasi mana. Og'maning tekislikdagi proyeksiyasi mana shu narsa bo'lar ekan. Og'maning tekislikdagi proyeksiyasi. Demak, x topishimiz kerak. Burchak perpendikulyar 90 gradus tushadi. Oddiygina nimadan topib qo'yamiz buni? Pifagor teoremasidan, a? Demak, 10 ning kvadrati teng bo'lishi kerak 6 ning kvadrati plus x ning kvadrati. Bu 100 nechini ayirib qo'yamiz? 36 teng x kvadratga. Bundan topadigan bo'lsak 64 x kvadrat x teng 8 ga. Demak, proyeksiyasi 8. Tushunarli? Qarang, nima ma'lumotlar berilgan? Yaxshilab o'qib olsangiz, demak, bitta nuqtadan tekislikka, mana tekislikka og'ma tushirildi va perpendikulyar tushirildi. Og'ma uzunligi 10 ga teng berilgan va perpendikulyar uzunligi 6 ga teng. Proyeksiyasi so'raladi. Chizib olsak, demak bu oddiygina Pifagor teoremasi bo'lib qolar ekan. Ana shunaqa. Keyingisi. Xo'p, sal boshqalarni ko'ramiz endi. 4. 4-savolga nima degan? Bizaga alfa tekislik va uni kesib o'tmaydigan AB kesma berilgan. Demak, AB kesma berilgan. AB kesma bizga AB kesmani uzunligi nechaga teng berilgan? 13 sm. AB kesma 13 sm va alfa tekislik berilgan. Uni kesib o'tmaydi deyapti. Qarang, mana kesib o'tmaganligi uchun biz chizmani tekislikkacha olib kelmadik mana. AB kesma 13 yozib ham qo'yaylik mana. 13 ekanini yozib qo'yamiz. A tekislikni kesib o'tmagan. Keyin nima degan? Agar kesmaning uchlaridan A tekislikkacha bo'lgan masofalar A1 nechaga teng deyilgan? 5 ga. B1 esa 8 ga teng. B1imiz 8 ga teng. Xo'p, AB kesma xo'p, yotuvchi to'g'ri chiziq A tekislik bilan tashkil qilgan burchakning sinusini so'ralyapti. Bizga bergan ma'lumotlarni yozamiz, qarang. Mana bu yeri 5, bu yog'i 5. Umumiysi B1imiz necha ekan? 8. Nima? Qaysi burchak so'ralyapti? Qarang. Kesib o'tmagan-ku AB. Tekislik berilgan, kesib o'tmagan. Tekislik bilan AB kesma orasidagi burchak. Mana bu narsani qarang. A tekislikka bitta parallel o'tkazaman. Mana. Mana shu narsa A tekislikka parallel. Xo'p, bu qismi qancha? 5. Demak, bunga ham qancha qoladi? 5. 8 dan 5 ketdi, bu yoqqa qancha qoladi? 3 qoladi. Xo'p, burchak kerak bizga alfa. Bu perpendikulyar 90 gradus. Mana shuni so'rayapti. Mana shu alfani topishimizni so'rayapti. Qarang, tekislikka parallel o'tganligi uchun AB kesma bilan va tekislik hosil qilgan burchak. Bundan sinusini so'ragan. Sinusini qanday topamiz? Sinus alfa. Sinus alfa qoidasi qarshisidagi katedni nimaga nisbat edi? Gipotenuzaga. Demak, xo'p, qarshisidagi kated 3 ni gipotenuza 13 ga nisbat. Mana so'ragan narsasi. Xo'p, qani bormi shunaqa javobimiz? 4-sida 3 taqsim 13. Xo'p, D javob bo'lar ekan. Qarang, qaytadan bir aytib ketaman. Xo'p, AB kesma tekislikni kesmaydi degan. Kesmaydigan chizib oldim. 13 ga teng degan masofasi. A1 5, B1 tekislikkacha bo'lgan masofalar bilan 8 va AB bilan tekislik orasidagi burchak so'ralgan. Biz bunda A tekislikka parallel kesma o'tkazib oldik. Bu qismi 5, bu qismi 5, bu yoqqa 3 qoldi. Chunki 8 dan 5 ketgandan keyin 3 qoladi va orasidagi sinus qarshisidagi katedni gipotenuzaga nisbat. Ana shundan foydalanib qo'ydik. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi 6 ga o'tamiz. 6-sida nima degan? 6ni ham chizmasini chizganmiz. Xo'p, 6-siga bir nuqtadan tekislikka ikkita og'ma o'tkazildi. Mana boya ko'rgan ikkinchi ma'lumotimizga o'xshaydi. Bir nuqtadan A nuqtadan tekislikka ikkita og'ma o'tkazildi va keyin og'malar degan
Og'malarimiz 2/1 kabi nisbatda 2x ga 1x oldim. Va proyeksiyalari 7/1. Proyeksiyasiniki 7 va keyingisi 1. 1 7. Almashtiravermaysiz. X kichkina bo'lganligi uchun proyeksiyasi ham kichkinaroq, 2x bo'lganligi uchun proyeksiyasi ham kattaroq bo'ladi. Berilgan, qarang, endi savol nima degan? Berilgan nuqtadan tekislikkacha bo'lgan masofa mana. Berilgan nuqtadan tekislikkacha bo'lgan masofa. Mana shu masofa so'ralyapti. Xas. Buni ham boya formulasini yozdik. Xo'p, buni nima qilamiz endi bizga? Berilgan nuqtadan tekislikkacha bo'lgan masofa. Avval x dan topib olaylik. Qarang, boya ko'rganimizdek 2x kvadratidan 2x ni kvadratidan ayiramiz 7 ni kvadratini. Teng bo'lishi kerak. X ning kvadratidan 1 ni kvadratini ayirib, bundan x topib olsak bo'ladi. Xo'p, bundan 4x kvadrat 49. Xo'p, x kvadrat minus 1. Bu yoqqa o'tkazsak 3x kvadrat 49 ga o'tkazsak 48 qoladi. 48 bilan 3 qisqarib ketadigan bo'lsa, x kvadrat nechaga teng bo'ladi? 16 ga x topadigan bo'lsak 4. Mana biz x topib oldik. X qiymati 4 chiqdi. Ana endi xo'p, og'ma uzunligini topib qo'yamiz. Og'mamiz bittasi qancha ekan? 4. Keyingisi 8. Xo'p, endi Pifagor teoremasidan h topib qo'ysak, bizdan h so'ragan masofani h kvadrat 1 ning kvadrati va 4 ning kvadrati. H kvadrat teng 16 ayrilgan 1. Xo'p, h kvadrat teng 15 ga h'imiz necha bo'lar ekan? Ildiz 15 mana. Demak, shu nuqtadan tekislikkacha bo'lgan masofamiz ildiz 15 ga teng bo'lib qoldi. Nima ish qildik? Boya aytganimizdek, xo'sh, 2x ni kvadratidan 7 ni kvadratini ayirdik. X ni kvadratidan 1 ni ayirdik. Bundan x ni topib oldik va x ni topganimizdan keyin bizga nima uzunlik kelib chiqdi? X dan foydalanib nima uzunligini topdik? Og'ma uzunligini topdik. Og'mani topgandan keyin Pifagordan masofani topib qo'ydik h ni. Bormi shunaqasi? Bor, mana shunday. Xo'p, tushunarli bo'ldimi, yo'qmi? Bo'ldi. Keyingisiga o'tamiz, qarang. Yana boshqalarni ko'ramiz. Xo'p, qaysini ko'ramiz endi? Bizga 12 bilan 12 ni ko'ramiz. 12. 12 da qarang. Muntazam ABC uchburchak berilgan. Mana qizil rang bilan chizib oldim. ABC uchburchak muntazam. Xo'p, AC tomon orqali tekislik o'tkazilgan. Mana AC orqali tekislik o'tkazilgan. A bilan C tekislikda yotibdi-da. Mana bunaqa shaklda yotibdi mana. Tekislik o'tkazilgan, A bilan C tegib turibdi. Xo'p, keyin tekislikda yotibdi. Uchburchakning BD balandligi tekislik bilan 60 gradus burchak hosil qiladi mana. BD medianasi. BD medianasi tekislik bilan 60 gradus burchak hosil qiladi degan. Tekislik bilan 60 gradus burchak hosil qiladi. 60 gradus burchak hosil qiladi. Xo'p, endi savol nima deyiladi? AB, mana bu AB tekislik orqali qanday burchak sinusini toping degan. Bizga sinus alfani so'ragan ekan. Sinus alfani. Qarang, nima qildik? ABC uchburchakni chizdik. ABC uchburchakni chizdik. Muntazam. Muntazam bo'lsa, hamma tomon teng bo'ladi. Teng bo'lganligidan foydalanib ikkita yo'q, A qilib qo'yaman mayli. Muntazam uchburchak hamma tomon A deb qo'yaylik. Mana bu tomoni ham A. Xo'p, bu tomoni ham A bo'ladi. Keyin mediana bo'lganligi uchun A taqsim 2 va A taqsim 2 dan bo'ldi. Qarang, A, B kesma tekislik bilan qanday tekislik bilan hosil qilgan sinus alfasini so'rayapti. Endi BD mediana bor. BD mediana vazifasi A tomon A taqsim 2 va A taqsim 2 ga bo'ldi va tekislik bilan 60 gradus burchak hosil qildi. Xo'p, BD medianamiz muntazam uchburchakda mediana bilan h teng bo'lar-da. Endi h nimaga teng? Tomonga bog'lang muntazam uchburchakda. Ildiz 3 taqsim 2 ami ana shunga teng, ha? Demak, mana mediana uzunligi. Qarang, mana bu kesma uzunligimizni topib oldik hozir. Xo'p, bu 90 gradus. B dan tekislikka bitta perpendikulyar tushirganman. Demak, bu kesma uzunligini topdik. Ildiz 3 taqsim 2 ta A ekan. Xo'sh, endi to'g'ri burchakli uchburchak. Bu 90, mana bu 90,
Bu 60, bu qancha bo'ladi? 30 gradus bo'ladi, ha? 30 gradus bo'ladi. Xo'p, to'g'riburchak, uchburchak bo'ladigan bo'lsa, 90 gradus qarshisidagi shu. Xo'sh, bizga nima kerak endi qarang. 30 gradus qarshisidagini topamiz. Mana bu tomon uzunligini. Mana qarang. Mana bu tomon uzunligini topamiz. 30 gradus qarshisidagi 90 gradus qarshisidan qancha kichik bo'ladi? 2 marta kichik bo'ladi. Buni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, ildiz 3 taqsim 2 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, 2 miz 4 bo'ladi mana. Ana endi 30 gradus qarshisidagi tomon kelib chiqdi, 60 gradus qarshisidagi tomon topamiz. 60 gradus qarshisidagini topadigan bo'lsak, ildiz 3 marta katta bo'ladi. Mana bu narsani ildiz 3 ga ko'paytiramiz. Ildiz 3 bilan ildiz 3 ko'paysa 9, 9 dan nima chiqadi? 9 ildizdan 3 chiqadi. 3 taqsim 4 nima bo'lib qoldi? A bo'lib qoldi. Qarang, endi qanaqa uchburchak bo'lib qoldi? Mana. Yo'q, bu bilan yozmaylik. Mana. Mana burchak so'ralyapti bizga. Mana shu burchakni topishimiz kerak. Xo'p, burchak 90. Burchak 90. Tomoni bor. Katta bu. A bunisi gipotenuza. Sinus alfani topadigan bo'lsak, sinus alfa, qarang, qarshisidagi katetni nimaga nisbati endi? Gipotenuzaga. Qarshisidagi katet 3 taqsim 4 a ni nimaga bo'lib qo'yganmiz? A ga. A la qisqarib ketsa 3 taqsim 4 ni o'zi bo'lib qolar ekanman. Demak, AB kesma bilan tekislik orasidagi burchakning sinus alfasi. Ana shunaqa topiladi. Qarang, nimalardan foydalandim? Qayta aytib ketaman bir. Muntazam uchburchak, tomonlari A deb oldim. B'da mediana tushirilgan, A taqsim 2, A taqsim 2 bo'ldi va mediana bilan balandlik teng. Mediana uzunligini topib oldim. Mediana uzunligi 3 taqsim 2 A bo'lar ekan. Mana yozdim. Burchak 60ligidan bu 90 tushgan-ku. 30 gradusini topib oldim, 60 gradusini topdim. Va bu tomon so'ragan mana bu uchburchakimizning bir tomoni bo'lib qolyapti. To'g'riburchak, uchburchak bo'lib qolyapti-da. Mana bu alfa uchun. Tomoni A, bu tomoni 3 taqsim 4 A bo'ladi. Xo'p, sinus alfasi qarshisidagi katetning gipotenuzaga nisbat qilib qo'ydik. Ana shunaqa. Keyingisi. Xo'p, yana qaysini ko'ramiz? Yana Xo'p, 13. 13-savolni ko'raylik. 13-savol. 12 yozgan ekanmiz, 13. Xo'p, AB, C uchburchak, to'g'ri burchakli uchburchak, to'g'ri burchagi B. Xo'p, B uchidan uchburchak tekisligiga perpendikulyar o'tkazilgan. U perpendikulyar uzunligi B ga teng deyapti. Mana to'g'ri burchak uchidan perpendikulyar o'tkazilgan. Perpendikulyar uzunligi faqat bizga B ga teng deb berilgan. Keyin aytgan. Xo'p, uchburchakda AB tomoni bor. AB tomoni 3 ga teng, BC tomoni 4 ga teng. B va AC to'g'ri chiziq orasidagi masofa. Mana bu B to'g'ri chiziq bilan AC to'g'ri chiziq orasidagi masofa. Qanaqa qilsak bo'ladi? Mana tik turibdi-da bu. Xo'p. Hozir ko'rsataylik. Mana bunaqa tik turibdi. Mana bu uchburchakda AC tomoni deydigan bo'lsak, tik turibdi mana. Mana shu yerda bunaqa uchburchak bo'lgan bo'lsa, tik turibdi. Mana bu yoqqa bo'lgan masofa so'ralyapti. Biz shu masofani h deb olamiz mana. O'shadan B uchidan bu yoqqa bo'lgan masofa h. To'g'ri burchak, uchburchak emasmi bu? Bu yoq 3 bo'ladigan bo'lsa, bu yoq 4. Gipotenuzasi qancha bo'ladi? 5. Xo'p, to'g'ri burchak, uchburchakda h topish formulasini so'raydi. Qanaqa edi? A ko'paygan B taqsim S. Shundan foydalansak, A bilan B 3 4 taqsim 5. 12 taqsim 5. 12 ni 5 ga bo'lsak 2,4. Demak, so'ralgan masofasi qancha bo'lar ekan? 2,4 ga teng bo'lar ekan. Ana shunaqa. B to'g'ri chiziq bilan AC orasidagi masofa, to'g'ri burchak, uchburchakning balandligi bo'lib qolar ekan faqat. Ana shu masofani so'rayapti. Mana shartini o'qib ko'raylik yana qaytarib. Xo'sh, AB uchburchakning to'g'ri burchagi B uchidan uchburchak tekisligiga perpendikulyar o'tkazilgan. Perpendikulyar to'g'ri chiziq B o'tkazilgan. Mana o'sha B uchidan perpendikulyar B to'g'ri chiziq o'tkazilgan. Perpendikulyar tikka tushirilganda, mana shunaqa tushirilgan uchburchak. Uchburchak mana bu holatda turibdi.
tushirilgan va Asigacha bo'lgan masofa h ga teng bo'lib qoladi. Keyingisi yana davom ettiramiz, qarang. Xo'p, keyingisi 16 gacha qolganlar o'xshaydi. 16 AB kesma mana AB kesma chizdik. AB kesma A oxiridan tekislik o'tkazilgan. A oxiridan tekislik o'tkazib qo'ydim. A oxiridan tekislik o'tkazilgan. Xo'p, shu kesmaning B oxiridan va C uchidan tekislikni B1 C1 nuqtalarida kesib o'tadi. Mana shu tekislikni B1 C1 da kesib o'tadi degan. Keyin bizga berilgan narsalari. Xo'p, C1 bor ekan. C1imiz 15 ga teng. Qarang, AC bilan BC 3:2 kabi nisbati. Demak, 3:2 kabi deganligi uchun AC ni 2x deb oldim, BC ni esa 3x deb oldim. Xo'p, nima so'ralyapti bizga? B1 kesma uzunligi, mana B dan B1 gacha bo'lgan kesma uzunlik so'ralyapti. Xo'p, qo'yib olganim tushunarli. Endi uchburchak o'xshashdan foydalansak. Xo'p, mana buni perpendikulyar qo'ysak, uchburchak o'xshashidan foydalanamiz. Qarang, mana bitta kichkina uchburchak bor bu yerda. Bunisi esa katta uchburchak. Xo'p, kichkina uchburchakning gipotenuzasi nimaga teng? 2x ga teng. Katta uchburchakning gipotenuzasi 5x ga teng. Kichkina uchburchakni kateti 15 ga teng. Katta uchburchakni kateti x ga teng. Xo'p, nisbat deganimiz uchun x emas, shuni y deb olaylik. Nisbat deganimiz uchun y deb oldik. Endi bundan y ni topay bular qisqarib ketadi. Xo'sh, y ni topish uchun proporsiya qilib qo'yamiz. 2 ta y teng 15 kara 5. 2y teng 15 ni 5 ga ko'paytirsak 75. Y barobar 75 ni necha bo'lib qo'yishimiz kerak ekan? Necha bo'ladi? 37.5 mi? 37.5. Mana bizga so'ralgan ma'lumot. Ana shunday qilsak bo'lar ekan. Demak, uchburchak o'xshashlikdan foydalandik. Qarang, qaytarib o'taman. 2x ni xo'p, katta uchburchak umumiysi 3 ga teng qo'shsak 5 ta. 5 ga nisbati, xo'p, 15 ni y ga nisbatan foydalandik. Xo'p, 37.5 mana javob. Tushunarli bu. Faqat chizmasini chizib olsangiz bo'ldi. 25 ga qaraymiz endi. Xo'p, 25 da 25 gacha bo'lgan hammasi o'xshaydi. Ishlaganlarimiz, aytilgan ma'lumotlardan foydalanib ishlasangiz bo'ladi. 25 ni ko'ramiz. Xo'p, 25. Tekislikda A masofada joylashgan nuqtadan tekislikka ikkita og'ma tushirildi. Qarang, mana qanaqadir nuqtadan A nuqtadan tekislikka A masofada joylashgan ekan. Mana bu A nuqta A emas, boshqa harf bilan belgilaylik bironta. Hop, qanaqadir M nuqtadan tekislikka, mana tekislik, mana nuqtamiz tekislikdan A masofada joylashganda, tekislikkacha bo'lgan masofa A ga teng. Xo'sh, tekislikkacha bo'lgan masofa A ga teng. Og'malar, ikkita og'ma tushirildi. Og'malar har biri tekislik bilan 45 gradus. Ikkita og'maga mana bu og'ma ham tekislik bilan 45 gradus, bu og'ma ham tekislik bilan 45 gradus burchak hosil qildi. Xo'p, va agar og'malar orasidagi burchak, endi og'malar orasidagi burchak bor 60 gradus. Og'malar orasidagi burchak 60 gradus. Bizaga og'malar uchidagi masofa, mana qarang, boya aytgan narsamiz, ikkita og'mani uchidagi masofani topishimiz kerak. Xo'p, shuni topishga harakat qilamiz. Qarang, 45ligidan men burchak ham 45. Katet bo'lib qolyaptimi, to'g'ri burchak, uch burchak. Bu tomoni ham A bo'ladi. Bu tomoni esa ilzosi 2 ta A bo'ladi. Gipotenuza ilzosi 2 marta katta. Yana bunisiga qarasak, bu A bo'ladigan bo'lsa, ilzosi 2 ta A, burchak 45. Bizga mana og'ma uzunligi bor, ikkinchi og'ma uzunligi ham bor va 60 gradusdan bor. Topolsak bo'ladi bundan. Kosinus teoremasiga qo'ysak x kvadrat ilzosi 2a ning kvadrati plus yana ilzosi 2a ning kvadrati minus 2 ilzosi 2 ta a yu ilzosi 2 ta a va kosinus necha gradus? 60 gradus. Xo'p, x kvadrat bundan
ikkita a chiqadi. Bunisidan ham 2a bo'ladi. Qarang, bunda ildiz 2 bilan ildiz 2 ko'paysa 2 chiqadi, 2 bilan 2 ko'paysa 4 va a'si bo'ladi. Kosinus olinishda nimaga teng? 1 taqsim 2 ga teng. Xo'p, qisqartirib yuboramiz 4 bilan. 2 qoladi. X kvadrat, x kvadrat. Ikkalasini qo'shamiz 4 ta a, bundan 2 ta a. X kvadratimiz 2 ta a ga teng bo'ladi. X topadigan bo'lsak, ildiz 2 ta a bo'lib qolar ekan. Demak, bunimiz ildiz 2 ta a ga teng bo'lib qolar ekan. Qarang, muntazam uchburchak qoldi. Sababi teng-yonli. Demak, asosi ham ildiz 2a deb qo'ysak bo'lardi. Kosinuslar teoremasiga qo'ymasak ham. A ham ildiziga. Xo'sh. Yo'q, mana buning kvadratlari bor ekan, kvadratlari bo'lar ekan. Hammasining kvadrati bo'ladi, keyin a ni o'zi chiqadi. A ildiz 2a bo'lib qoladi. Mana shunaqa. Bo'ldi. Bo'ladi. Keyin bu yo'q. Bunisi bo'sh.